1,5 million so'mga kela bu mashinaga krugovoy tonirovka urib berganmiz. Tonirovkalarni ko'rsatdik. Bu akamiz 1,5 million so'mligini tanladi. Qaranglar, keramический plyonka. Hech qanaqa puzur, chang yo'q. Hozir svej urib bo'lganmiz, inshaalloh. Juda go'zal chiqdi. Orqa eshiklariga qoraytirilgan aynan ustidan 70 li urdik. Oldiga ham 70 li, ya'ni 85% qora, 15% yog'li o'tkazadi. Kajroklarigacha urib bonus qilib berganmiz. Plyonkani o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Orqa laboylarga yuzurganmiz. Mashina masla, hali nomer taqilmagan. Alloh xayrli qilsin egalariga. Menga juda yoqdi. Bemalol shunaqa mashinalar bo'lsa, bronye plyonka tonirovka bo'yicha bizni servisimiz, ya'ni Tuning Centrus Marg'ilonda joylashgan, kelsalar ham bo'ladi. 1 million 500 ming so'm, ya'ni 1,5 million so'mga mashinani tonirovka ishidan bitkazib, xudo xolasa klientimizga topshirib yuboramiz. Adashmasam, nomerlarni hozir olib kelishdi. 007 orqa tomonga qo'yib berishib shekilli. Xo'p. Juda go'zal chiqdi. O'zim yoqaydigan mashina 57. Xullas, tonirovka ishidan bitkazib berdik. Keyin kelsalar bronye plyonkalarni qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi.